To'xtanglar onajonlar, o'tkazib yubormanglar. Hech kimga sir emas, yaqinda farzandli bo'ldim. Men pampers ishlata boshlaganimda farzandimda qizarishlarini seza boshladim va oldin hamma kremlarni ishlatib ko'rdim. Ishonavering. Men o'zimga keyin Mio brendini kashf qildim va uni kremidan foydalana boshladim. Juda ham yaxshi. Qizarishlari umuman yo'q. Meni farzandim qiz bolaga baribir alohida boshqacha uhud kerak. Shunday ekan, men hammaga Mio Baby brendini tavsiya qilaman. Yolg'onlarsiz. Albatta, Mio Baby brendida konditsionerlari ham bor, shampunlari ham bor, massaj uchun kremlari ham bor. Hammasini birga zakaz qilishingiz mumkin. Albatta, har xil joydan olish shart emas. Hammasini birga komplekt qilib olsanglar, albatta farzandinglar sizlarga rahmat aytadi. Ha, aytgancha onajonlar, Mio Baby brendi siz onajonlarni o'ylagan holda agar hammasini komplekt qilib zakaz qilsangiz, sizlarga xohlagan tovaringizni bittasini sovg'aga berishadi. Pastdagi tugma orqali buyurtma berishingiz mumkin. Vaqtni kechiktirmang. Bolajonlarimiz tez katta bo'ladi.